Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchamiz o'zaro davlatlar orasida bo'ladigan uchrashuv hamda yig'ilishlarda yoki boshqa bir o'rinlarda turli xil davlat bayroqlariga ko'zimiz tushgan. Qaysi davlat bayrog'ini ko'rsak, o'sha mamlakat haqidagi ma'lumot hamda shaxsiy fikrlarimiz ko'z oldimizda jonlanadi. Keling, mavzudan uzoqlashmasdan e'tiborimizni sohibqiron Amur Temur davlatining, so'ngra O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'iga qaratsak. Temuriylar davlatining bayrog'ida ko'zga yaqqol tashlanuvchi 3 halqa borasida saroy xizmatchisi Ibn Arabshoh quyidagi ma'lumotlarni keltirgan. Bir-biriga tutashgan 3 halqa tasvirining Amur Temur bayrog'i, tamg'asi va tangalariga tushirilishi bu uning yer yuzidagi 3 iqlim, ya'ni dunyoning 3 mintaqasining podshosi ekanligini ifodalagan. Amur Temur avlodlari o'zbek xalqi yangi davrga qadam qo'yar ekan, o'z davlatining bayrog'ini quyidagicha tasvirlashgan. Yarim oy o'zbek xalqining ko'p asrlik an'analariga muvofiq keladi. Yarim oy va yulduzlar musaffo osmonning va tinchlikning ramzlaridir. Bayroqdagi 12 yulduz tasviri mukammallik belgisidir. Havo rang esa osmon va musaffo suv ramzidir. Oq rang tinchlik va poklik timsolidir. Yashil rang serne'mat va orombaxsh tabiat timsoli sifatida aks ettirilgan. Qizil yo'llar bu har bir tirik jonning qon tomirida urib turgan hayotiy kuch ramzidir. 18-noyabr O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qabul qilingan kun barchamizga muborak bo'lsin.